Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, Zikr 001 Door Styling U versiyasini brizgaviklarni akkuratni qilib o'zini boltlariga uslubga qilib berganmiz. Kuzovi toshloyli ochishda ancha saqlab beradi. Xo'p, undan tashqari o'sha bahor yomg'irli kunlar bu yog'iga mana shunaqa vetlaviklarni akkuratni qilib yopishtirib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Ko'rib turganingizdek, ham bor. Eshiklarimizni tushib chiqqanda oynalariga umuman xalaqit bermaydi. Sifatlari juda zo'r. Va albatta paroklari qirilib ketmasligi uchun o'sha laminatsiya ham ancha yetib kelgan ekan. Bularni shilib mana shunaqa двойной karbon nakladkalar yopishtirib berganmiz. Har bitta oyon tagiga ikkitadan bo'ladi. Va albatta bizda mana bunaqa yengilliklarimizda kelgan obshivka uchun mana shunaqa karbon nakladkalar. Sifatlari juda yaxshi. Qanaqa zazorlari yo'q. Har bitta eshikda bo'ladi bu. Ko'rishingiz mumkin qanaqa zo'r turishini biladi. Xo'p, mana parok nakladkamizning orqa qismlari hech qanaqa zazorlari yo'q, mustahkam turadi va albatta bar uchun ham mana shunaqa karbon nakladka yopishtirib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, UZB Store'ga murojaat qilaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.